Zohibjon Moboyev. Birinchi variant 11-masala. Quyidagi tajriba uchun ishlatiladigan X va Y tuzlarini aniqlang. Hop, demak, kaliy gidroksid. Hop, kaliy gidroksid mana bu eritmaga tomizilganda tuz eritmasi hosil bo'lib, gaz ajralib chiqishi kerak ekan. Natriy xlor eritmasiga natriy xlorni esa tomizganimizda tagida Y tuz eritmasi, ya'ni cho'kmaga tushishi kerak ekan. Xo'p, javoblarga qaraydigan bo'lsak, hop, A javobga qo'yadigan bo'lsak, ammoniy xlorid eritmasi hosil bo'ladi. Ammoniy xloridga demak kaliy gidroksid qo'shadigan bo'lsak, demak NH4 xlorga plus kaliy gidroksid qo'shganimizda kaliy xlor hosil bo'ladi, plus, ya'ni kaliy xlor eritmasi mana bu tuz va ammiak gaz bo'lib chiqib ketadi va suv hosil bo'ladi. Demak, X ni biz ammiak deb olsak bo'ladi, ya'ni gaz chiqyapti. Ammoniy xlorid. Y ni esa nima deymiz? Javoblarga qarashimiz kerak. Cho'kma hosil bo'ladigani, ya'ni kalsiy nitratda, nitratlarda o'zi cho'kma yo'q. Shuning uchun A javob bo'lmaydi. A javob chiqarib olamiz. Xo'p. Mana bunda o'zi B javob to'g'ri hisoblanadi. Bu yerda oldin belgilagan edim. Ya'ni nimaga? Kumush, chunki kumush xlorid cho'kma hosil qiladi. Kumush xlorid oq cho'kma hisoblanadi. Natriy xlor bilan plus kumush nitrat reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, natriy nitrat tuzi hosil bo'ladida, plus kumush xlorid cho'kmaga tushadi. Shuning uchun to'g'ri javob B deymiz. Mana bu joyda kumush xlorid deyapti. Kumush xlorid o'zi cho'kma, buni ola olmaymiz. Magniy sulfat, magniy xlorid cho'kma hosil qilmaydi. To'g'ri javob B.